Chor Rossiyasi davrida boshlangan, lekin sovetlar davrida ayyorlikcha, ustalik bilan qilingan bir ish bor-da. Tariximizni maydalashtirib, parchalab, bo'lib turkiylarnikini o'zbekka alohida, qozoqqa alohida, qoraqalpoqqa, qirg'izga, tatarga alohida bo'lib tashlaganini evaziga, ya'ni bo'lak-bo'lak qilib berganiga shunday bir darajaga kelib qolganmiz. Bir har ota-bobolarimiz bunaqa meniki deb bo'lmagan edi. Bizniki derdi va bir 100 yildan beri, 150 yildan beri bizga bo'lib berilgandan keyin shu bizga yomonlik olib kelyapti. Ya'ni turkiylar haqida chiqish qilishimiz orqali umumiyligimizni, hammamiz yalpib bitta o'zlikka ega bo'lishimiz kerakligini, tarixda, o'tmishda biz turkiylar deb bilinganimiz, Turon, Turkiston biz uchun yurt bo'lganligini, Saljuqiymi, Qoraxoniymi, Turkxoqonligimi, Xunlarmi, Timuriylarmi, ular bitta o'zbekka yoki qozoqqa yoki qoraqalpoqqa emas, barchamiz uchun yalpir davlatchilik bo'lganligini tushunib yetishimiz kerak.